Gapiraqo. Mashinani turist o'tiribdi. Shahar aylantirlarning pulingni beraman deyapti. Salgina bo'lsa inglizcha bilasan-ku, yordam ber. Good. Nima? Ketdi. Hay. Buning rostdan puli bormi? Bo'lmishlarga o'xshaydi-yu. Puli bor, o'zim ko'rdim. Hay. Da ovqatlantirgan olib boraylik. Davlat ketdi. Mr. Go. What name of the food? Mana somsa karshkali, go'shtli, sassiskali. Tushunmaydi-yu. Samsa, goshli. Kartoshkali. On Chicken. chicken. Oh. This sassiska. Hot dog. Hot dog. Oh, good. Ye. 76 yuma, 76 ming so'm mana. Dollar. Okay. Stop. What? This is soul food. Restoran. Samsa. Can't be beautiful. Bu bunga yoqmayapti. Samarqand Buxoroga olib borlaring, aytgan pulingni beraman deyapti. Jinnimisan? Yo'q, uzoq-ku. 2-3 kun vaqtimiz ketadi. Nima qildingsan unda? Bitta yo'li bor. Faqat asli ichirib qo'yish kerak. Wow. This is Registan. Eshik yopiq ekan, bo'lmasa olib kirardim. Beautiful. This is fake Registan. Fake. Nima? O'zingizdan fake tushundingmi? This is original. Xohlasang Buxoroga olib boramiz. Oh, yes. Jinnimisan uzoq-ku. 5 metr narida maket turibdi. Buxoro. Bor. Stop. Foto. Photo, yes. Money, foto. Money. Yes. Ichkarida qizim do'koni bor. Kakra savdosi bo'lmayotgan ekan. Ham yordam qilamiz, ham soqqasini olamiz, nima deding? Ketdi, nimani kutamiz? Mister. Is this woman dress? Unisex. Okay. Shu to'rtta yana tiqish kerak. Bonu ketmayotgan qaysi biringni? 5lik 1000 shuni bo'ladi. 500 ming. $500. Okay. 500 dollarga ko'ndirdim. 200 saniki 300 maniki. Sog'. G'ulom aka, musofiru. Aldab yaxshi ish qilmayapmiz lekin. Money? Ay, soling mamalarni hammasini masga qo'ying. How much? Tekin, ovur. Qanaqa tekin? $100. Okay. Tekin narsa yo'q. Qale, Registon yoqdimi? Good. I need apartment. Nima so'rayapti? Kvartira. Kakras o'zimizdan joyga olib boraylik. Ya, unaqa joy so'ramayapti. Mani ikkinchi uyimga boramiz, yur. Ikkinchi uy? Xonsaroydan uying bormi? Ha? Qaysi pulga olgansan? San nima ishing bor? Ana unga narx ayt. Nech pul aytamiz? $3000. Bro. 3000. Ko'p aytib 10x. Okay. Shunaqa klientdan yana 10 ta bo'lsa-chi, Xonsaroy shirin hayot degan loyihasidan ham bitta uy bosib yuborardim. Ishtahing karnegi va? Karnay bo'lish kerak-da. What? Mister, this is fake information. Ya very much gapirmay. Nima deyapti? Ixtilab qopti. Cho'rniga tiqor. Qancha ishlading? 4000 bor. Endi chet elga ketib dam olib kelish kerak. U yoqda bizga o'xshaganlar yo'qmi-ki? Jinnimiz. U chet el-ku. Uni ustiga sen inglizcha ham bilasan. Hech kim bizni aldolmaydi. I feel good. Na. I feel good. I knew that I would not.